Assalomu alaykum. Sizlar bilan Muhammad Yusuf. Gazlarimizni anchagina, ozginagina, qisqagina reklama qilib o'tamiz. Xo'p, qaranglar, mana bunisi gazimiz. Bugungi kunda chegirmasi bilan qilib qo'yganmiz. Jajgalkasi bor, duxovka chirog'i bor, grilli bor. Buni funksiyasi hamma yo'lgacha bor. 2.750 ming so'm qilib beramiz. Ichlarida grill funksiyalarigacha bor. O'zi burasiz jajgalka orqali yonadi. Grilli bor, bitta elektr plitasi bor, 3 tasi gaz bo'ladi. Va undan tashqari pechlarimiz ham bor. Pechlarda har xildan bor. Pechlarimiz 390 ming so'mdan boshlab 1.500 ming so'mgacha pechlarimiz har xil turdagi modellardan bor. Xo'p, gazimizga keladigan bo'lsak, gazimizni Feri Turkiya samimiyatini ishlab chiqaradi. Materiallari qalinroq bo'ladi. Listi bitta duxovkasi past tepasi gaz bo'ladi. Bu bilan buni farqida jajgalkasi, duxovka chirog'i, grilli yo'q, lekin qolgan hamma yo'g'i normal holatda. Pishirishlariga, ishlashlariga gap-so'z kafolat bor, gap-so'z yo'q. Unaqa bo'lib boshqa muammolariga. Xo'p, buni 1.900 ming so'm qilib beramiz. Bu gazimizni ham. Bitta elektri bor, 3 tasi gaz bo'ladi. Xo'p, xuddi shuni, mana shuni to'ruq xonasi elektr piltaligi ham bormi deganlarga, tepa qismi to'ruq xonasi ham elektr pilta yoki ikkita piltasi bor, ikkitasi gazli desalar, undan ham bor. Buni 2.750 ming so'm qilib beramiz. Duxovkasi keladigan bo'lsa, duxovkasi pasti ham, tepasi ham, pasti gaz bo'lib, tepasi elektr bo'ladi. Elektr polni elektr desalar, polni elektrligidan ham bor yoki gaz holatda desalar ham bor. Undan tashqari mana bu yerda o'rnatma gazlarimiz, mebelga yangi chiqqan o'rnatma gazlarimiz ham bor va undan tashqari yangicha oxirgi modelli gazlarimiz ham bor. Xo'p, mana gazimizga keladigan bo'lsak, avtomatik o'zi chuguni qalin bo'ladi, mayda двойной yonib beradi. Bular bitta elektri bor, gazi bor, avtomatik burasiz yonadi, gaz kontroli ham bor. Plus gaz kontroli choy qo'ysiz, qaynab o'chib qolgan holatlarida, o'sha holatda avtomatik o'zini-o'zi gazini bloklab qo'yadi. Xo'p, bu yerda vaqtga qo'yadigan, tarmaga qo'yadigan, o'zi soatiga, gradusliga qo'yadigan funksiyalarigacha bor. Hatto buni ham grilli funksiyalarigacha bor. Keyin duxovkasi biokeramikskiy tagiga olib kuydirmaydi. Shunaqangi bir tozaroq materiali jichiq bularni qalinroq ishlab chiqargan. Nihoyatda bunaqa temirlar, ruchkalari ham temirdan bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, bularda 3.950 ming so'm qilib beramiz. Bu ham nihoyatda eng qimmat olibda gazlardan hisoblanadi. Xo'p, bundan tashqari ro'zg'or bor, oddiyroqlardan deganlarga bo'lsa, ro'zg'or oddiyroq elektr plitasi bor, 3 tasi gaz bor, jajgalkasi bor, duxovka chirog'i bor. Hatto bundaqangi pastki g'aladoni ham ochiladigan funksiyasiga ega bo'ladi. Duxovkasi keladigan bo'lsa, ichlari materiali qalin bo'ladi, pasti ham, tepasi ham gaz bo'ladi. Buni 2.190 ming so'm qilib beramiz. 2.150 ming so'm qilib beramiz. Xo'p, mayli, ana mana shu Baxtiyor akamizni kanalidan obuna bo'lib kelganlarga 2.140 ming so'mdan qilib beramiz. Xo'p, undan so'ng mana bu yerda gazimiz yana bir oddiyrog'i, shunga o'xshash oddiyroq funksiyasi ham bor. Material toza bundaqangi nirjaverkali material, plyonka ostida hozir uncha ko'rinmayotgandir, materiali butun nirjaverkali bo'ladi. Plyonka ostida turibdi mana. Xo'p, chuguniga keladigan bo'lsa, materiallari buniki ham chuy ham bo'ladi, qalin bo'ladi. Tepalarigacha chuy ham qalin bo'ladi. Bitta elektr plitasi bor, 3 tasi gaz bo'ladi. Hatto jajgalkasi ham bor, duxovka chirog'i ham bor. Buni ham duxovkasi keladigan bo'lsa, biokeramikskiy tagiga olib kuydirish funksiyasi yo'q. Tepa pasti gaz bo'ladi. Turkiya samimiyatini ishlab chiqaradi. Bularni 2.450 ming so'mdan qilib beryapmiz bugungi kunda. Bundan tashqari mayda o'rnatma mebel gazlardagi har xil turdagilar bor. Bular avtomatik qulog'ini burasiz o'zi yonaveradi. Двойной bunaqa o'rtasi ham yonadi, atroflab chekkalar ham yonadi. Katta baland yonib beradi. Mana shunisiga keladigan bo'lsa, 1.800 ming so'mni yon beradi dedi hozir bular. 2 million, 2.200 ming tepasi oynayligi bor yoki temirligidan bor. Qaysidan chalang bor. Hozir bular chegirmada 1.180 ming so'mdan qilib beramiz. Qaysi turdaylardan kerak bo'lsa aytaverasizlar. Xudo xolasa qaysi birini bo'lsa qilib beramiz. Temirli desalar temirlidan, oynali desalar oynalidan, malochniy, qora, korishniy, seri qaysidan desalar ham bor. Xudo xolasa bularni ham chegirma asosida qilib qo'ydik. 1.180 ming so'mdan 1.400 ming so'mgacha har xil modeli bor. Arzonroq deganlarga 1.50 ming so'mgacha bular qilib beramiz. Yana zakaz qilib qo'ygan, xudo xolasa 1.50 ming so'mgacha keladi. Ular ham xuddi shu holatda chuvani qalin bo'ladi, двойной yonadi, garanta kafolatigacha bor.
Undan tashqari to'rov xonasi elektrli piltaligi ham bormi, shu mebelga qo'yiladigandi. Gaz yo'q, faqat biz tok deganlarga o'shanaqangi holatda esa ham bor. Bulardan biz gaplashib ko'rdik, hozircha chegirma qilib bermadi zavod ham, lekin buni 1.850.000 so'm, 1.750.000 so'm, 1.950.000 so'm. 3-4 xil modeli bor. Bulardan ham xudo xolasa qilib beramiz. Murojaat qilishda ham mumkin. Tagiga raqamlar qoldirib qo'yamiz. Manzilimizni Qumtepa rayonida joylashgan, yo'lda bo'yida, ko'rikda oldida. Salomat bo'linglar, xizmat bo'lsa bemalol telefon qilaverasizlar.